O'zbekistonda Ramazon hayiti rasman e'lon qilindi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar. Ramazon hayiti 20-mart sanasi deb e'lon qilindi. Bu haqida Adliya vazirligi o'z ijtimoiy kanalida e'lon qildi. Unga ko'ra, bayram munosabati bilan quyidagi kunlar dam olish kuni deb e'lon qilindi. Vazirlikning xabariga ko'ra, juma kuni dam olish kuni, 21-mart shanba Navro'z kuni dam olish kuni, 22-mart yakshanba dam olish kuni, 23-mart dushanba 5 kunlik ishchilar, xodimlar dam olish kuni deb e'lon qilindi. Aziz birodarlar, videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang, xayr salomat bo'ling.